e'tibor bering, immunitet kuchli bo'lmasa, ro'za qiyin o'tadi. Qishdan keyingi holsizlik, quvvat pasayishi, shamollash erkaklar uchun jiddiy signal. Prostamix tabiiy tarkib immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Erkaklar quvvati va umumiy holatga ijobiy ta'sir qiladi. Ro'za oyiga tayyorgarlik hozirdan. 50% aksiya faqat cheklangan miqdorda. Hech qolmang, mutaxassisdan bepul konsultatsiya oling. 55 kodi bilan 513 9999 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfona. Reuters agentligining axborotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarining ishongan samolyot tashuvchi kemalaridan biri Gerald Ford Eron sohillari yaqinida kanalizatsiya muammosiga duch kelib harakatdan to'xtadi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, Gerald Fordda jiddiy kanalizatsiya nosozligi yuz bergan. Natijada chiqindilar kema ichidagi xonalarga oqib kirgan. Hojatxonalardan otilib chiqqan axlatlar kemani sanitar muammo girdobiga tashlagan. Bir so'z bilan aytganda, Amerika Qo'shma Shtatlarini Eronni bombardimon qilishda ishtirok etish uchun Yaqin Sharqqa kirib kelgan yirik samolyot tashuvchi Gerald Ford kemasi o'zini axlatiga botib qolgan. Natijada kema Gretsiyadagi qayta ta'mirlashga favqulodda kirish uchun so'rov yuborgan. Eshitmaganlar uchun eslatma, Gerald Ford kemasi Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy dengiz kuchlarining eng katta va eng qimmat kemasi bo'lib, u 2017-yilda suvga tushirilgan va uni qiymati taxminan 13 milliard dollar deya baholanadi. Ammo shu 13 milliard dollarlik o'z bag'riga 30 dan ortiq qiruvchi samolyotni sig'dirishga qodir kemani o'zini axlatini ko'tarishga kuchi yetmadi. Endi Trampni Eron bo'yicha yopiq eshiklar ortida o'tgan uchrashuviga oid axborotga o'tamiz. CNN agentligining xabar berishicha, Tramp 24 fevral kungi o'z bayonotida Eronni yadroviy qurol yaratishdan voz kechishini ochiq aytishni hozircha istamayotganini bildirgan. Trampga ko'ra, Tehron Amerika Qo'shma Shtatlarining zarbalaridan qo'rqqani uchun Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham ko'proq kelishuv tuzishni xohlamoqda. Biroq Tehron hujumni to'xtatish uchun yadroviy qurol yaratmayman degan sehrli so'zni aytishdan bosh tortmoqda. CNN'ning ma'lumotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Kongressga yillik murojaat oldidan jurnalistlar bilan tushlik vaqtida maxsus bayonot bergan. CNN'ning ta'kidlashicha, uchrashuvning katta qismi matbuot uchun yopiq bo'lgan. Trump shuningdek, Eron Amerika Qo'shma Shtatlari bilan kelishuv tuzishni Washingtondan ham ko'proq xohlayotganini, chunki Amerika tomonidan ehtimoliy hujumdan xavotirlanayotganini aytgan. CNN'ning o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti o'z murojaatida Eron bo'yicha ayrim mulohazalarni bayon qilishi kutilmoqda. Biroq nutq asosan ichki iqtisodiy masalalarga bag'ishlanadi. So'nggi vaqtlarda Amerika Qo'shma Shtatlari Eron sohillari yaqiniga katta harbiy kuchlarni jamlagan. Shu bilan birga Yaqin Sharqdagi ba'zi bazalardan o'z qo'shinlarini chiqara boshlagan. Shu fonda Tehron va Washington Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Trampning maxsus vakili Steve Witkoff muzokaralarning yangi raundini 26 fevral kuni Jenevada o'tishini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, Eron uran qazib olishdan voz kechmoqchi emas. Axios agentligining ma'lumotiga ko'ra, Washington Tehronga ramziy darajada yadroviy boyitishga ruxsat berish imkonini ko'rib chiqishga tayyor. Ammo bu yadroviy bomba yaratish imkoniyatini butunlay yo'qqa chiqarishi shart. Trump esa Tehronni kelishuvga majburlash maqsadida cheklangan zarba berish variantini ham ko'rib chiqayotganini aytgan. U yaqinda Eronga kelishuv bo'lmasa, juda og'ir ssenariy bilan tahdid qilgan edi. 19 fevral kuni esa Eron kelajagi haqidagi yangiliklar 10 kun ichida ma'lum bo'lishini aytgan. Prezident Trump uning yordamchilari so'zlariga ko'ra, Eronga nisbatan harbiy bosim imkoniyatlari cheklanganidan tobora ko'proq norozi bo'lmoqda. CBS News bilan suhbatlashgan Eron masalasidan xabardor bir nechta manbalarning aytishicha, harbiy strateglar Trampga Eron obyektlariga berilgan har qanday zarba deyarli aniq holda bir martalik va hal qiluvchi hujum bo'lmasligini tushuntirmoqda. Boisi Eronni bir dona hujum bilan qo'rqitishni ham mag'lub qilishni ham imkoni yo'q. Ularning fikricha, cheklangan zarbalar kengroq to'qnashuvga olib kelishi mumkin. Bu esa Amerika Qo'shma Shtatlarini Yaqin
Sharqda uzoq davom etadigan mojaroga tortib ketish xavfini kuchaytiradi. Aniqrog'i, Amerika Qo'shma Shtatlari Yaqin Sharqdan bu safar chiqolmay qolishi ham mumkin va aynan mana shu ssenariy Trampni xavotirga solmoqda. Endi Kiyevga Fransiya va Britaniyani yadroviy qurol berishi va uni oqibatlari haqida qisqacha so'z yuritamiz. RT agentligining axborotiga ko'ra, Rossiya tashqi razvedka xizmati London bilan Parijni Kiyevga yadro quroli berish masalasini ko'rib chiqayotganini bildirgan. Rasmiy London va Parij tabiiyki bu ayblovni rad qilgan. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevning bayonotiga ko'ra, agar Buyuk Britaniya va Fransiya Kiyevga yadroviy qurol yoki uni yaratish vositalarini bersa, Rossiya javob qaytarish huquqiga ega bo'ladi. Uni ta'kidlashicha, gap xalqaro shartnomalarni buzish haqida emas, balki urush olib borayotgan davlatga yadroviy qurolni to'g'ridan-to'g'ri topshirish haqida ketmoqda. Medvedevning aytishicha, bunday vaziyat yuzaga kelsa, Rossiya har qanday, jumladan nostrategik yadroviy quroldan Ukrainadagi nishonlarga qarshi foydalanishga majbur bo'lishi mumkin. Zarurat tug'ilganda esa qurol yetkazib beruvchi davlatlarga ham zarba berilishi mumkin. Bu degani Kiyevga kim yadro qurol berishda ishtirok etsa, uni o'zi ham Rossiyadan ommaviy qirg'in quroli zarbasini qabul qiladi degan gapdir. Medvedevning fikricha, bunday mamlakatlar mojaroda sherikka aylanadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.